chaqaloq bitta skidkalar boshlandi. Qaranglar, qanaqangi asal narsalarimiz skidkaga qo'ydik. Mana shunaqangi dvoykalarimiz. Bular 150 ming sotilgan. Hozirda 85 ming so'mdan. Buni qizlar har xil rasvetkalaridan bor. Mana qizili, qorasi, oqi, pushti har xilidan bor. Bemalol do'konga kela olasizlar. Mana shunaqangi chiroyli dvoykalarimiz. Bular ham 60 ming so'mdan. Hammasi Turkiya vyazenli dvoykalar. Mana hammasi bir-biridan chiroyli dvoykachalarimiz 60 ming so'mdan. Bular hammasi kamida 160 ming sotilgan. Buni qaranglar endi. Bular troykalar, materiallari kashmir, issiqni zo'r narsalar. Bular ham 60 ming so'mdan. Mana shunaqa kurtkali, shimli, troyka dvoykalarimiz bular 120 ming so'mdan. Buni qiz bola, o'g'il bola har xil rasvetkalarida bor. To'ldirib qo'ydik vitrinalarda. Mana bular qizlar original Noy firmani narsalari. Bular ham chiroyli zo'r sotilgan narsalar. Mana qaranglar. Hattoki bular shimlarigacha nachos, original narsalar, troyka bu qizlar. Bularning narxlari 130 ming so'mdan. Mana qaranglar, qanaqangi chiroyli troykalar, hammasi 120 ming so'mdan. Mana shunaqa dvoykalarimiz uchib nachos. Bular ham qizlar kamida 180 ming sotilgan. Bularni ham skidkaga 85 ming so'mdan qo'yib oldik. Bular ranglari. Shimlarni qaranglar, qanaqa ko'p, hammasi 35 mingdan. Bularning ichlari mana shunaqangi nachosi, issiqni zo'r narsalar. Qizlar uchun, o'g'il bola uchun har xil Turkiya jimperlarimiz, malyutkalari 50 ming so'mdan, kattalardagi 60 ming so'mdan. Bular kamida qizlar 150 ming sotilgan. Mana shu ko'pgina turgan slipchalar, kombinzonlar qizlar necha pul deb o'ylaysizlar? Qaranglar buni. Bularda o'zimiz 130 ming sotganmiz. Hozirda 35 ming so'm. Nimaga 35 ming so'm qizlar? Bular tangda qolib ketgan, kir bo'lib qolgan. O'zlaringni balaringga kiydirsalaring hech narsa qilmaydi. Buni qaranglar. 35 mingga bitta parashokka solib yuvarsizlar, oppoqqina bo'ladi. Bilasizlar, momog'da kiritingizda tushadi. Havo rangidan, serisidan, pushtidan har xil rangidan terib tashladik. Chaqaloqlarning issiqini kechadi. Hatto O'zbekistonda ham 35 mingga bermaydi. Kurtkalarimizdan ham ozgina qoldi. Bularning narxlari qizlar 50 ming so'mdan. Mana shunaqangi zo'r kurtkalar. Mana shu yeshilkamizni qizlar sizlar uchun bugun 40 ming so'm qilib qo'ydik. Qaranglar, bular eng kami. Mana oddiy misol, mana shunimiz qizlar 140 ming sotilgan Disney brendini narsasi qizlar mana. Dokumentalniy zo'r narsamiz. Buni har xil ranglaridan bor. 40 ming so'm hozirda. Narxi 140 ming so'm bo'lgan. Mana buni ichida har xil narsa bor. Hammasi 40 mingdan. Kichkinalar uchun, kattalar uchun, O'zbekiston, Xitoy, Turkiya mana bu yoq 40 ming so'm. Mana shunaqa dvoykalar ham 40 ming so'm. Mana bunaqangi troykalar ham 40 ming so'm. Mana kombinzonni qaranglar asaligini. Ikki xil rangda. Bular 90 ming so'mdan.